Diniy ekstremistik oqimlarning ayollar orasidagi yollov usullari bugun ancha o'zgargan. Ular ko'pincha Qur'on o'rganish, tavhid darslari, ayollar uchun mavizalar kabi niqoblar ostida guruh va kanallar tashkil qilib, xotin-qizlarimizni mutassiblik va radikal g'oyalar bilan asta-sekin tanishtirib boradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik oqimlar tomonidan yuritiladigan ommabop guruh va kanallarda faol qatnashgan ayollar saralab olinadi. Ushbu guruhlarda a'zolarga Muhammad ibn Abdul Vahob, Ibn Taymiya, Shayx Alboniy, Favzon, Ibn Bozning elektron asarlari, targ'ibotchilarning ma'ruzalari asosida ta'sir o'tkaziladi. Diniy ta'lim jarayonida ularga Allohni tanish va islom dinidagi mavjud tushunchalar, sabr qilish, namoz o'qish, roza tutish kabi masalalar asosida onlayn chat ko'rinishidagi iymonlashuv darslarini tashkil qilib, ma'ruzalar orasida sekinlik bilan mutassiblik va aqidaparastlik g'oyalari singdirib boriladi. Internetda har xil qizlar bilan gaplashdim, tanishdim. Ularning ichida shunaqa salafiyli g'oyasida bo'lgan, shunaqa nuqtai oqimlarda g'oyasida bo'lgan qizlar bo'lgan. Keyin ular bilan suhbatlashishni boshladim. Ular o'zini shaxsiyatini bildirishmagan, faqatgina taxallusi bilan kirishardi. Iloji boricha o'zinglar shaxsiyatinglarni berkitib kiringlar, darslariga ham nima qilinglar deb turib, menga o'sha bir ustoz bilan gaplashganda golus qilib tashlardi. Birinchi o'sha Abduvali qori, Tahrir Shimangoni, Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Sufar, hamma taxminlangan domlalarda hammasini eshitish boshlaganman. Keyin o'zim shaxsiy kanalni G'uroba deb ochganman. O'sha paytlarda o'zim bilmaganman, tobora uydagilardan uzoqlashib, hatto opa-singlim bilan gaplashmay qo'yganman. Qanday qilib bo'lsa ham mening miyamda tezroq O'zbekistondan chiqib ketish kerak. Afsuski, radikal targ'ibotchilar faqat diniy ta'lim bilan cheklanmayapti. Keyingi bosqichda ular yosh xotin-qizlarni chet elda panoh topgan ekstremistlar va xorijda soxta jihod g'oyalari bilan yurgan terroristlar hamda qo'shtirnoq ichidagi mujohidlarga turmushga berish uchun ularga hijratga oid oyatlar, hadislar va adabiyotlar asosida ta'lim berishmoqda. Holat bilan tanishib qolganman. O'zini Suriyadanligini aytgan. Menda ham chetga chiqish fikri paydo bo'lgan. Birinchi telefon qildida, aytdi, yo'l ochilmoqchi dedi. Yaqinda ochilib qoladi, kelasanmi? O'sha Istanbul bileti olgan, yo'lni tushuntirgan, elektron bilet olingan. Shuni ko'rsatyapti dedi, tushib kelasan. Internetda tanishgandan keyin o'g'li bilan Turkiyaga chaqirgandan keyin Turkiyaga bordim. Suriyaga kelasan deb qoldi. Yo'lga chiqdim. Yo'lda internetda birov bilan bog'lanasan dedi. Borgandan keyin o'sha yerda senga sheriklar bor dedi. Bitta arab kutib olgan bizni. Yo'lga chiqganmiz, yo'lga chiqib qoldik. Qochoq yo'li bilan olib ketayotgan bo'lgan. Noqonuniy yo'l. Ta'kidlash joizki, jangari guruhlar safiga qo'shilish maqsadida chiqib ketishining oldi olingan ayollar bilan o'tkazilgan suhbatlar shuni ko'rsatmoqdaki, ularning aksariyati oilaviy muhit og'irligi, yaqinlar tomonidan tez-tez kamsitilishi tufayli yakkalanib qolganligi, jamiyatda o'z o'rnini topa olmaganligi sababli kuchli ruhiy tushkunlikka tushib, onlayn diniy darslarni najot yo'li deb o'ylashgan. Bu narsa asta-sekin singitib boriladi-da odamga. Faqat aldov yo'li. Men bu narsani ko'rdim. Bu yo'lga kirib chiqdim. Bu narsaga aldanmasliklarini iltimos qilib so'rardim. Baribir oxirida u yerlarga ketib, xorzor bo'lib tushunib yetgandan ertaroq tushunib yetishlarini iltimos qilardim.